Oyijon, ichkarida ham yo'q, hamma xonalarni qarab chiqdim. Balki do'kon po'gaga chiqib ketgandir. Shokolad olib bermang desam, do'konga chiqib shokolad olib beradi. O'sha yoqqa chiqib ketgandir. Voy kelin, nimadan xotirlanasiz? Enagasi o'z bolasidek qaraydi, yaxshi qaraydi. Shunga ham xavotirdaman-da, oyi. Meni oyi deb chaqirasan deb enaga o'rgatgan Azbekka. Keyin Azbekni Azbek deb chaqirsam menga qaramaydi-da. Enagasi Lazizbek deb chaqirsa yugurib boradi. Yo'q-e? Nimaga shu paytgacha menga indamadingiz? O'g'lingizga aytgandim. Enagaga bolalar juda ham qattiq o'rganib qolishibdi. Sen ko'proq bolalar bilan bo'lishing kerak degandilar. Shuning uchun ham mana 2 haftaga bolalar bilan birgalikda dam olishga ketyapmiz. Men qarang, chiqib ketganiga ancha bo'ldi. Ko'cha boshidagi do'konga borib xabar olib keling-chi. Ha, xo'p oyijon. Akangga bir nima qiladigan bo'lsa, tak tomir bilan qo'porib tashlayman. Oyi